mana bunaqa salfetkalar bo'ladi. Keyin bizga mana bunaqa shprislar kerak bo'ladi. Mana shlanka qilingan. Buni suvini olib, bu ikkinchi bankamizga tayyorlaymiz. Mana bu yerda suvini olib. Buni ikkinchiga tayyorlaymiz. Endi hozir yana bitta bankamiz bor. Xudo xolasa buni ham taxlaymiz. İkinci filtremizni ham olamiz. Buni ham mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Buni eritib azorini qo'yaman sizlarga. Xudo xolasa. Hozir endi yana bir marta buni bunday qilamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar mana tushadi. Endi tayga tushadi bu. Tayga cho'kadi endi bu. Bugun cho'kadi, ertaga olamiz buni xudo xolasa. Bitta bo'ldi. Mana ikkalasi bankasi. U kam bo'ldi, kam tayyorladik. Keyin yana qolgan bankalarimiz ham bor. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar mana tayyorga. Buni ham olamiz suvini. Keyin bu bankamiznikini ham mana tayyorgan, buni ham olamiz. Hozir buni olib sizlarga ko'rsataman. Bunda kam, mana kam ko'rayotgan bo'lsanglar, kam. Buni ham to'kam. Buni esa bu bankaga solamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu bankaga solaman. Mana. Gidrasim bilan jelezning ko'pirishda bo'lgan bu narsalar. Mana hozir yana bir chayamiz ichini bankamizda. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana e'tibor beringlar. Albatta musirni olish uchun qilyapman buni. Bo'lmasa musir bo'lib tillamiz bashata chiqadi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Musirlar yopishib qoladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana tillani, mana tillani ko'ryapsiz. Mana musir yopishib qoladi, mana atrofiga. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun toza filtr qilib buni olamiz. Shoshilmasdan. Undan keyin mana bunday bo'ladi. Mana ko'ryapsizmi? Qanday bo'lyapti? Top-toza bo'ladi. Keyin yana sizlarga hozir ko'rsataman.